Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugungi mavzuyimiz har birimiz uchun nihoyatda muhim, ba'zan esa og'riqli bo'lishi mumkin. So'zimiz raqamli musodara haqida ketadi. Tasavvur qiling, bir kuni uyg'onib, bank hisobingiz bo'shaganini, elektron hamyoningizga kirish imkonsiz ekanligini yoki ijtimoiy tarmoqdagi profilingiz g'oyib bo'lganini ko'rasiz. Bularning barchasi qonuniy asosda siz bilmagan holda amalga oshirilishi mumkin. Bu nafaqat jinoiy ishlar bo'yicha, balki oddiy fuqarolik nizolari, masalan, to'lanmagan kreditlar, aliment yoki kommunal to'lovlar sababli ham yuzaga kelishi mumkin. Shu sababli bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingizni tavsiya qilaman. Chunki undagi har bir ma'lumot sizning raqamli aktivlaringiz xavfsizligi uchun juda muhim. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing, shunda bu muhim ma'lumot ko'proq odamlarga yetib boradi. Muammoning mohiyati avvallar musodara deganda biz ko'proq moddiy narsalarni tushunardik. Ko'chmas mulk, avtomobil, naqd pul yoki qimmatbaho buyumlar. Bularni musodara qilish uchun jismoniy harakatlar talab qilinardi. Hujjatlar bilan kelib, mulkni ro'yxatga olish, uni tortib olish jarayon aniq va ko'zga ko'rinardi. Odamlar o'z mulklarining musodara qilinayotganini darhol bilishardi, chunki bu ularning ko'z o'ngida sodir bo'lardi. Bank hisoblariga kelganda ham o'tmishda banklarning barcha operatsiyalari sekinroq qo'lda amalga oshirilardi. Axborot almashinuvi ham hozirgidek tez emasdi. Bugun vaziyat tubdan o'zgargan. Biz raqamli davrda yashayapmiz. Bank hisob varaqlaridagi pullar, elektron hamyonlardagi mablag'lar, kriptovalyutalar, ijtimoiy tarmoqlardagi pullik kontentga tushadigan daromadlar, onlayn xizmatlarga bog'liq bo'lgan aktivlar, bularning hammasi jismoniy shaklida mavjud emas. Ular serverlarda, ma'lumotlar bazalarida, bulutli saqlash joylarida joylashgan. Qanday qilib jismoniy mavjud bo'lmagan narsani musodara qilish mumkin? Qonunchilik va sud tizimlari ham bu yangi vaziyatga moslashmoqda. Hozirda birgina sud qarori yoki ijro hujjatiga asosan banklar, to'lov tizimlari, kriptovalyuta birjalari yoki hatto ijtimoiy tarmoqlar sizning raqamli aktivlaringizni bir zoomda bloklashi, muzlatishi yoki butunlay musodara qilishi mumkin. Bu jarayon sizning ishtirokingizsiz, siz hatto xabar topmasdan tezlik bilan amalga oshirilishi mumkin. Siz shunchaki kirishga urinib ko'rganingizda hisobingiz bloklangan yoki mablag'lar muzlatilgan degan xabarni ko'rishingiz mumkin. Bu yangi davrning yangi xavfidir. Batafsil tushuntirish, endi raqamli musodaraning asosiy jihatlarini ko'rib chiqaylik. Bu nima? Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar nisbatan xavfsizroq bo'lishi mumkin? Raqamli musodara bu davlat organlari, sudlar, prokuratura, ijro byurosi, soliq idoralari tomonidan qonuniy asosda, masalan, qarzdorlik jarimalar, jinoiy huquqbuzarliklar yoki fuqarolik nizolari sababli sizning raqamli aktivlaringizni tortib olishidir. Bu nafaqat yirik jinoiy ishlar doirasida, balki har kuni yuz berishi mumkin bo'lgan oddiy masalalar yuzasidan ham amalga oshiriladi. Kimlar xavotirlanishi kerak? Aslida raqamli dunyoda yashovchi har bir inson bu haqda o'ylashi kerak. Lekin ba'zi guruhlar ko'proq xavf ostida. Bank hisob varaqlariga ega bo'lgan har bir fuqaro hozirgi kunda bank hisobiga ega bo'lmagan odam kamdan kam uchraydi. Maosh, pensiya, stipendiya, ijtimoiy nafaqalar, bularning hammasi bank kartalari orqali amalga oshiriladi. 2. Onlayn tadbirkorlar va frilanserlar. Ular asosan elektron to'lov tizimlari, Payme, Click, Uzum, Paynet va boshqalar va bank o'tkazmalar orqali ishlaydilar. Ularning daromadlari va ishchi kapitali raqamli shaklda saqlanadi. Kriptovalyuta investorlari va treyderlari. Kriptovalyutalar ularning noaniq huquqiy maqomiga qaramay tobora ko'proq davlat nazoratiga olinmoqda. 4. Ijtimoiy tarmoqlar influenserlari va blogerlari. Ular reklama, pullik obunalar yoki hamkorlik orqali daromad topadilar. Bu daromadlar ham raqamli shaklda keladi va tegishli platformalar orqali o'tadi. 5. Ko'plab onlayn shaxslarga ega shaxslar. Ba'zi odamlar turli xil maqsadda bir nechta elektron hamyonlar, bank hisoblari yoki ijtimoiy tarmoq profillariga ega bo'lishadi. Bu esa nazoratni qiyinlashtirishi mumkin. Keling, bir nechta aniq misollarni ko'rib chiqaylik. Birinchi misol, bank hisobini bloklash. Alisher ismli fuqaro o'zining do'stidan kichik miqdorda taxminan 5 million so'm qarz olgan edi. Qarzni o'z vaqtida qaytara olmadi. Do'sti esa sudga murojaat qildi. Sud qarzni undirish haqida qaror chiqardi. Alisher bu qarordan xabardor bo'lsa-da, unchalik jiddiy qabul qilmadi. Chunki summani kichik deb o'yladi. Bir kuni Alisher oylik maoshini olmoqchi bo'lib bankomatga borganida kartasida mablag' yo'qligini, hatto balansi 0 ekanligini ko'rdi.
Bankka murojaat qilib, hisobining ijro byurosi buyrug'i asosida to'liq muzlatilganini va undagi barcha mablag'lar qarzni undirish uchun yechib olinganini bildi. Alisherning kartasida o'sha paytda 6 million so'm bor edi. Bu uning oylik maoshi va keyingi oyga mo'ljallangan xarajatlar edi. Bank unga bu haqda oldindan xabar bermadi. Chunki avtomatlashtirilgan tizim ijro buyrug'ini olgandan so'ng darhol amalga oshirgan. Alisherning butun oylik byudjeti bir zumda g'oyib bo'ldi. U nafaqat puldan ayrildi, balki o'sha oyda moliyaviy qiyinchiliklarga duch keldi. Oilasini ta'minlashda muammo yuzaga keldi. Bu yerda ko'rinib turibdiki, kichik qarzdorlik ham jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ikkinchi misol, elektron hamyondagi mablag'larni bloklash. Gulnora onlayn do'konda kichik biznes yuritadi, mahsulotlarni sotadi va to'lovlarni payme elektron hamyoni orqali qabul qiladi. Bir mijoz uning mahsulotidan norozi bo'lib, xaridni bekor qilishni va pulni qaytarishni talab qildi. Gulnora mijoz bilan kelisha olmadi, chunki u mahsulotning sifatsiz ekanligini inkor etdi. Mijoz esa payme xizmatining texnik qo'llab-quvvatlash bo'limiga shikoyat yubordi. Bir necha kundan so'ng Gulnora o'zining payme hamyoniga kirganida uning balansi muzlatilgan degan xabarni ko'rdi. Hamyondagi 1 million so'm miqdoridagi mablag' bloklangan edi. Payme xizmati o'zining foydalanuvchi shartnomasiga asosan nizoli vaziyatlarda mablag'larni bloklash huquqiga ega ekan. Gulnora sud orqali emas, balki platformaning ichki tartiblari asosida jazolandi. U pulni qaytarish uchun bir necha hafta davomida qo'llab-quvvatlash xizmati bilan yozishma olib borishiga, ko'p vaqt va asab sarflashiga to'g'ri keldi. Bu holatda davlat organi aralashmasdan platformaning o'zi musodara funksiyasini bajardi. Uchinchi misol, kriptovalyuta musodarasi. Jahongir kriptovalyuta savdosi bilan shug'ullanadi va bir nechta xalqaro kripto birjalarida hisoblarga ega. U 10,000 AQSh dollari miqdoridagi kriptovalyutani bir birjada saqlardi. Bir kuni u o'z hisobiga kirishga urinib, kirish imkoniyati yo'qligini, hisobi shubhali faoliyat sababli bloklanganligini ko'rdi. Birja xavfsizlik xizmati uning faoliyatini tergov qilishni boshlagan va bu tergov yakunlanmaguncha mablag'larni muzlatgan. Ma'lum bo'lishicha, Jahongir bilan bog'liq bo'lmagan. Lekin u bir marta pul o'tkazgan boshqa foydalanuvchining hisobi noqonuniy faoliyatda gumon qilingan. Jahongirning mablag'lari bog'liq tranzaksiya sifatida gumon ostiga tushgan. Haftalar davomida hujjatlarni taqdim etishga urinib, o'zining begunohligini isbotlashga harakat qildi. Natijada u pulni qaytarib olishga muvaffaq bo'ldi. Ammo bu jarayon unga katta stress va vaqt yo'qotishiga sabab bo'ldi. Boshqa bir holatda esa, agar Jahongir kriptovalyuta savdosidan tushgan daromadidan soliq to'lamaganida, sud qarori bilan uning birjadagi hisoblari butunlay musodara qilinishi mumkin edi. Kripto dunyosida markaziy organ yo'qligi sababli bunday holatlarda pulni qaytarib olish yanada qiyinlashadi. To'rtinchi misol, ijtimoiy tarmoq profilingizga zarar yetkazish. Jasur bloger bo'lib, ijtimoiy tarmoqlarda katta auditoriyaga ega. Uning kanali monetizatsiya qilingan va reklama hamda pullik obunalar orqali oyga o'rtacha 20 million so'm daromad keltiradi. Jasur o'zining bir videosida davlat siyosatiga nisbatan tanqidiy fikrlarni bayon etdi. Ushbu video vakolatli organlarning fikricha jamoat tartibini buzuvchi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan. Bir necha kundan so'ng Jasurning ijtimoiy tarmoq profili adminlar tomonidan bloklandi va unga xizmatdan foydalanish shartlarini buzganligi haqida xabar keldi. Davlat organlari ijtimoiy tarmoq ma'muriyatiga murojaat qilib, kontentni olib tashlashni yoki profilini bloklashni talab qilgan. Natijada Jasur nafaqat o'z profilidan, balki oyga 20 million so'm miqdoridagi daromadidan ham mahrum bo'ldi. Bu holat uning obro'siga jiddiy putur yetkazdi va uning kelajakdagi faoliyatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatdi. Kimlar nisbatan xavotirlanish shart emas. O'z ishlarini qat'iy offline tarzda yurituvchilar. Lekin bugungi kunda bu deyarli imkonsiz. Chunki har birimizning bank kartamiz bor. Barcha qonunlarga, soliq majburiyatlariga to'liq rioya qiluvchilar, qarzi bo'lmaganlar. Hatto bu guruh ham to'liq xavfsiz emas, chunki xatoliklar, noaniqliklar yoki uchinchi shaxslarning harakatlari tufayli muammolar paydo bo'lishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, raqamli musodara har birimizga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan juda real xavfdir. Ma'lumotli bo'lish va ehtiyot choralarini ko'rish juda muhim. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar raqamli musodara faqatgina sodda mexanizm emas, balki bir qator murakkabliklar, istisnolar va noaniq nuanslarga ega. Yurisdiksiya masalasi. Sizning
raqamli aktivlaringiz qaysi davlat qonunlari ostida himoyalangan yoki musodara qilinishi mumkin. Masalan, xalqaro bank hisobvarag'i chet el serverlarida joylashgan veb-sayt yoki offshore kompaniyalar orqali boshqariladigan aktivlar. Agar siz chet eldagi kriptovalyuta birjasida mablag' saqlasangiz, O'zbek sudining qarori qanchalik ta'sirli bo'ladi? Yoki aksincha, siz chet el fuqarosiga qarz bo'lib qolsangiz, uning davlatidagi sud qaysi qonunlarga asosan sizning O'zbekistondagi bank hisobingizni bloklay oladi? Bu yerda xalqaro shartnomalar va huquqiy yordam to'g'risidagi bitimlar muhim rol o'ynaydi. Ammo ko'pincha bu jarayonlar juda uzoq va murakkab kechadi. Xalqaro huquq doirasida bunday masalalar juda ko'p tortishuvlarga sabab bo'ladi va bitta aniq javob yo'q. 2. Protsessual qoidabuzarliklar. Ba'zan musodara qarori sizga tegishli bildirishnomasiz, sud qarorisiz yoki noto'g'ri ma'lumotlar asosida qabul qilinishi mumkin. Masalan, bir kishining qarzi boshqa bir fuqaroning hisobidan noto'g'ri yechib olingan holatlar ham bo'lgan. Avtomatlashtirilgan tizimlar tufayli bu xatoliklar tez-tez uchraydi. Bunday holatda sizning huquqlaringiz buzilganini isbotlash, sudga murojaat qilish, sud ijrochilarining harakatlari ustidan shikoyat qilish kabi choralar ko'rish talab etiladi. Bu esa qo'shimcha vaqt, kuch va ba'zan moliyaviy xarajatlarni talab qiladi. Deplatforming va musodara orasidagi farq. Ba'zida ijtimoiy tarmoqlar yoki boshqa onlayn platformalar sizning hisobingizni o'zining ichki qoidalarini, foydalanish shartlari buzganingiz uchun bloklashi mumkin. Bu davlat musodarasidan farq qiladi. Chunki bu platformaning o'z qarori. Lekin ba'zida davlat organlari platformalarga murojaat qilib, ulardan ma'lum bir kontentni o'chirishni yoki profilni bloklashni talab qiladi. Bu holatda chegaralar xiralashadi. Platformalar davlat talablariga amal qilishga majbur bo'lishlari mumkin. Ayniqsa ular ma'lum bir mamlakatda faoliyat yuritishga ruxsat olgan bo'lsa, shunday qilib siz davlat ta'siri ostida platforming qurboniga aylanishingiz mumkin. 4. Profilaktik muzlatish, preemptive freezing, sudning yakuniy qarori chiqishdan oldin. Faqatgina gumonlar yoki tergov harakatlari doirasida aktivlaringizni muzlatib qo'yish holatlari ham mavjud. Bu ayniqsa jinoiy ishlar bo'yicha tergovlarda tez-tez uchraydi. Muzlatish natijasida siz o'zingizning pullaringizdan foydalana olmaysiz, hattoki aybingiz isbotlanmagan bo'lsa ham. Agar keyinchalik bir gunoh ekanligingiz isbotlansa, mablag'laringiz qaytariladi. Lekin bu vaqt davomida siz jiddiy moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelishingiz mumkin. 5. Umumiy hisoblar birgalikdagi mulk. Agar sizning turmush o'rtog'ingizning qarzi bo'lsa, sizning umumiy bank hisobingiz yoki boshqa raqamli aktivlaringizga ta'sir qilishi mumkinmi? Ha, bu mumkin. Ayniqsa qonunchilikda xotinlarning birgalikdagi mulki bo'yicha aniq normalar mavjud bo'lsa, ijro byurosi qarzdorning hisob varaqlariga murojaat qilishdan tashqari umumiy hisoblarni ham muzlatib qo'yishi mumkin. Bu esa oilada jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. 6. Uchinchi shaxslarning aralashuvi. Ba'zan sizning mablag'laringiz siz bevosita aralashmagan nizoli vaziyatlarda ham muzlatilishi mumkin. Masalan, siz pul o'tkazgan shaxsning hisoblari muzlatilsa, sizning o'tkazmangiz ham gumonli deb topilib, sizning hisobingizga tushadigan mablag' kechikishi yoki bloklanishi mumkin. Yoki siz biror bir investitsiya loyihasiga pul qo'ygan bo'lsangiz va bu loyiha yuzasidan tekshiruv boshlansa, sizning investitsiyalaringiz ham muzlatilishi mumkin. Bu holatlarda ayb sizda bo'lmasa ham zarar ko'rishingiz mumkin. 7. Nolikvid aktivlar, NFT'lar, noyob tokenlar, domen nomlari, intellektual mulk huquqlari, musiqa, san'at asarlari, dasturiy ta'minot kabi raqamli aktivlarni qanday musodara qilish va baholash masalasi ham murakkab. Masalan, bitta NFT millionlab dollarga baholanishi mumkin, ammo uni sotish va pulga aylantirish doimo oson emas. Bu turdagi aktivlarni musodara qilish va sotish mexanizmlari hanuzgacha ko'plab davlatlarda to'liq shakllanmagan. Shuning uchun ijro byurosi bu kabi aktivlarni musodara qilishda katta qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. 8. Anonimlik va kuzatiluvchanlik. Kriptovalyutalar anonim ekanligi haqida keng tarqalgan noto'g'ri tushuncha mavjud. Aslida barcha kriptovalyuta tranzaksiyalari blokcheynda qayd etiladi va har bir harakat kuzatilishi mumkin. Kriptovalyuta birjalari odatda foydalanuvchilarning shaxsini tasdiqlash, KYC Know Your Customer tartibini talab qiladi. Bu esa davlat organlariga tergovlar o'tkazishda, agar kerak bo'lsa, sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni olishga imkon beradi. Shunday qilib, kriptovalyuta dunyosida ham sizni to'liq anonim deb bo'lmaydi.
barcha shu nuanslarni inobatga olgan holda. Raqamli musodara juda murakkab va ko'p qirrali hodisa ekanligini anglashimiz kerak. Unga qarshi turish yoki undan himoyalanish uchun chuqur bilim va tezkor harakat talab etiladi. Amaliy maslahatlar xo'sh, yuqorida aytilganlardan kelib chiqib, o'zingizni raqamli musodara xavfidan himoya qilish uchun nima qilishingiz kerak? Qanday qadamlar qo'yish lozim? 1. Huquqiy savodxonlikni oshiring. Bu birinchi va eng muhim qadam. Raqamli aktivlaringizga oid qonunlar sizning huquq va majburiyatlaringizni bilish o'ta muhim. Har qanday xizmatdan foydalanishdan oldin foydalanish shartnomalari va maxfiylik siyosatlarini diqqat bilan o'qing. Agar qonuniy masalalar yuzasidan savollaringiz bo'lsa, mutaxassis yurist bilan maslahatlashing. Muammo paydo bo'lishini kutmang, oldindan bilimga ega bo'ling. 2. Barcha yozishmalaringizni va hujjatlaringizni saqlang. Bank o'tkazmalari, elektron to'lovlar, savdo shartnomalari, xizmat ko'rsatish shartnomalari, ijtimoiy tarmoqlardagi kelishuvlar, bularning barchasining skrinshotlarini oling, nusxalarini saqlang. Oxir, har bir muhim tranzaksiya yoki kelishuvni qayd eting. Bu kelajakda sizning gunohligingizni isbotlashda yoki shikoyatlaringizni asoslashda qattiq dalil bo'ladi. Hujjatlar qog'oz shaklida bo'lsa, ularni ham saqlang. Elektron yozishmalarni, email, messenjerlar ham saqlab qo'yishni unutmang. O'ta diversifikatsiya qiling. Barcha tuxumlarni bitta savatga solmang degan maqol raqamli aktivlarga ham tegishli. Barcha mablag'laringizni bitta bank hisobida, bitta elektron hamyonda yoki bitta kripto birjada saqlamang. Mablag'laringizni turli platformalar va banklar o'rtasida taqsimlang. Bu biror platforma bloklansa, butun moliyaviy ahvolingiz izdan chiqmasligiga yordam beradi. 4. Kriptovalyuta uchun self custody, shaxsiy saqlash. Agar siz sezilarli miqdordagi kriptovalyutalarga ega bo'lsangiz, ularni kripto birjalarda saqlamasdan apparatni koshelok hardware wallet deb ataladigan qurilmalarga o'tkazing. Bunda kalitlar faqat sizning qo'lingizda bo'ladi va hech qanday birja yoki davlat organi sizning ruxsatingizsiz ularga kirisha olmaydi. Biroq bu usulning ham o'z xavflari bor. Agar siz o'zingizning tiklanish kodlaringizni sifraga yo'qotib qo'ysangiz, mablag'laringizni qaytarib bo'lmaydi. Shu sababli bu ma'lumotlarni qat'iy himoya qilish va bir necha xavfsiz joyda saqlash muhimdir. 5. Muntazam tekshiruvlar, bank hisoblaringiz, to'lov tizimidagi bildirishnomalaringiz, soliq majburiyatlaringizni muntazam ravishda tekshirib turing. Har qanday noodatiy harakatlar yoki xabarlarga e'tibor bering. Qarzdorliklaringizni doim nazorat qilib boring. Masalan, aliment yoki kommunal to'lovlarni o'z vaqtida to'lab boring. Ijro byurosi saytidan o'z qarzdorligingiz bor yo'qligini tekshirib turing. 6. Tezkor harakat qiling. Agar sizga qandaydir bildirishnoma yoki talabnoma kelsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Darhol javob bering va zarur choralarni ko'ring. Kechikish vaziyatni yomonlashtirishi mumkin. Agar raqamli musodara yuz bersa, nima qilish kerak? Asosni aniqlang. Birinchi navbatda musodarani kim boshlaganini, qaysi sud qarori yoki ijro hujjati asosida amalga oshirilganini sababini aniqlang. Barcha ma'lumotlarni yig'ing. 2. Tegishli muassasaga murojaat qiling. Bank, to'lov tizimi, kripto birja yoki boshqa platformaga murojaat qiling va rasmiy hujjatlarni, qaror nusxasi, muzlatish sababi haqidagi ma'lumot talab qiling. O't yurist bilan maslahatlashing. Bu qadam o'ta muhim. Raqamli huquq yoki ma'muriy huquq bo'yicha ixtisoslashgan yuristga murojaat qiling. U sizning vaziyatingizni tahlil qilib, keyingi harakatlar rejasi bo'yicha maslahat beradi. Dard hujjatlarini tayyorlang. Mablag'larning kelib chiqishi, mulk egaligi, qarzni to'laganingiz yoki boshqa isbotlovchi hujjatlarni tayyorlang. Bular sizning himoyangiz uchun muhim dalillar bo'ladi. 5. Apellyatsiya bering. Agar qaror adolatsiz bo'lsa yoki protsessual xatoliklarga yo'l qo'yilgan bo'lsa, yuqori turuvchi organlarga, masalan, sud shikoyat qiling. Yurist yordamida shikoyat arizasini to'g'ri rasmiylashtiring. 6. Ommaviy axborot vositalariga murojaat, ehtiyotkorlik bilan. Ba'zan, ayniqsa jamoat manfaatlariga ta'sir qiluvchi holatlarda ommaviy axborot vositalariga murojaat qilish vaziyatni ijobiy tomonga o'zgartirishi mumkin. Biroq bu ikki tomonlama qilish bo'lib, ehtiyotkorlik bilan va yurist maslahati bilan amalga oshirilishi kerak. Chunki ba'zi holatlarda bu zararli bo'lishi mumkin. Xulosa, aziz do'stlar, raqamli musodara bugungi kunda juda real va murakkab muammo bo'lib, har birimizga ta'sir qilishi mumkin. Bu nafaqat moliyaviy aktivlaringizni yo'qotish xavfini anglatadi, balki moliyaviy barqarorligingizga, obro'yingizga va hatto hayot tarzingizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.
eng yaxshi himoya bu ma'lumotli bo'lish va oldindan ehtiyot choralarini ko'rishdir. Umid qilamanki, bugungi video siz uchun foydali bo'ldi va sizni bu muhim masalada o'ylashga undadi. Bu boradagi o'z fikrlaringizni, tajribalaringizni yoki savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda keyingi videolarda ham sizni qiziqtirgan boshqa muhim mavzularni muhokama qilishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.